Bolaga nisbatan onani bolaga 3 karra haqqi ko'p. Birinchisi homiyla haqqi. 9 oy qornida ko'tarib yurganligini haqqi. Ikkinchi haq tug'ruq haqqi. Jonini garovga qo'yib, o'limni bo'yniga olib, bolasini dunyoga keltiradi. Joni xatarda qoladi onaning. Qarang, shu mashaqqatlarni boshidan o'tkazadi. Homiylani mashaqqatini, o'lim bilan olishib dunyoga keltirishni, farzandidan qutulib, yana farzand ko'rib, yana shu mashaqqatlarga rozi bo'lib, yana farzandni dunyoga keltiraman deydi. Uchinchi haq ko'krak berish haqqi. Kechalari bedor bo'lib, bolasiga ko'ksidan bol emdirgan bu ona bo'ladi. Aytaylik, bir onani 5 ta farzandi bo'lsa, orasi 2 yildan bo'lsa, 10 yil shu ona kechasi uxlamaganda. Bizni onalarimiz 10 talab, 12 ta, 13 talab farzand dunyoga keltirgan.